Assalomu alaykum azizlar. Sizlarga men murojaatim mana 5 yil bo'ldi grija operatsiyasida bo'lganman. O'zimizda Toshkent shahrida davlat больницasi o'sha yerda yaxshi ukamiz xorazmlik Anvarjon Saliyev bo'ladi. O'shanda paralej olib borganman. Grijam 18 bo'lgan. Yaqin bir 4 soat operatsiya qildi. Rahmat dema shu insonga ham. 7 oy bitta joyda yotdim, sekin-sekin oyoqqa turdim. Lekin ikkita oyoq jonsiz. Qilmagan ishim qolmadi. To'g'risini aytsam, butun O'zbekistonda aylanib chiqdim. O'risi ham, karisi ham, Xitoy ham qolmadi. Oxiri majbur bo'ldim, yuramay qoldim. Yana xastaga qolib ketdim. Endi shu bilan bo'ldi, qoldim deb umrimni ham qisqa qilib qo'ygan edim. Keyin bir ikkita og'aylar aytib qoldi. Endi Sirdaryoga borgin. O'sha yerda bir yaxshi doktorimiz bor. Biz ham operatsiya qilib keldik dedi. Haqiqatda men ular menga murojaat qildi, men bordim shu yerga. Ukamizning ismi Orifjon. Ko'rdi, tekshirdi. 3 kun muhlat berdi. O'sha paytda kelasiz dedi. Kutdim, haqiqatdan bordim. Operatsiyaga anazlarni oldi, operatsiyaga tayyorladi. Narkozlarni berib qo'ydi. Lekin operatsiya qilmadi. To'g'risini aytsam, katta specialist ekan, lekin ko'zi yetmadi menga operatsiya qilishga. O'zi ham bildi. Keyin oxiri o'zimni ustozimga jo'nataman dedi. Quloq soldim shu insonga. Mayli jo'nating dedi. Ularda dedi, har xil dedi Germaniya texnologiyasi, instrumentlar, hamma sharoit yaxshi dedi. Ikkita joyga jo'natdi. Birinchi Dilshodga jo'natdi, Dilshodga borib uchrashdim. U ham katta klinika ochgan ekan, juda chiroyli klinikalari. Ko'rdi, yo'q aka, men ilojini qilmayman dedi. Endi yana bitta joy bor, shaqa jo'nataman dedi. Temir qo'ysangiz bo'ladi dedi. Yo'q, temirga men qo'ydirmayman dedim. O'sha 5 yildan beri yuribman, temirsiz dedim. Temir qo'yganlarni ko'rdim dedim, nechtasi yotdi dedim. Shu bilan keyin mana shu Orifxonni ustozi Ahror Yakupovga keldim. Uchrashdim, salomatlik qildim. Operatsiyasi ko'p ekanda, 2 kun avval bo'lib keldim, 2-3 kun kelganimda ko'rdim buni. Haqiqatan operatsiyasi juda ko'p. Kelganimda Qirg'izistonliklarni ko'rdim, Qoraqalpog'iston. Mana shu viloyat hammasi kelyapti. Buxoro, Jizzaxlarni ham ko'rdim. O'tiribdilar, yurolmaydiganlar o'tiribdi. Salomatlik qildim, Ahror ukamiz bilan aka ko'rib chiqdi barini. O'zimni yurishlarimni ko'rdi. Tanishdik. Ismim Xolmirzo Rahmonovman dedim. Olmaliqdan keldim dedim. Mana bu 3-kun sizdan dedim, topishyapman dedi. Hammasini ko'rdi-da, tekshirdi-da, emirtlarim ko'rdi. Buni biz qilamiz dedi. Bunaqa operatsiyani qilyapmiz dedi. Mana sizda ko'rinib turibdi, operatsiya qilingan, yaxshi qilingan, yomon emas. Faqat chandiq turibdi dedi. O'sha chandiqni dedi, biz olamiz dedi. Ana keyin oyoqqa dedi, ham quvvat ketadi, ham yaxshi qon ketadi dedi. Hozir bitta narsa meni o'ylantirib turibdi dedi. Nima ayting axir dedim. Bo'yin sistemasini ham dedi, hozir dedi, bo'yin sistemasini ham rentgen qilasiz dedi. Yonida ekan, haqiqatan kirdim emirtiga, rentgen qildi. Bo'ynimda 3 ta joyda qisilib turibdi ekan umurtqa. Kelib ko'rsatdim, aka, hammasi tepadan. O'sha bo'yinda umurtqasi qisilib turibdi dedi. Qon o'tmayapti. O'shani biz dedi, ochamiz dedi. Ana keyin dedi, pastga qarab qon tushadi dedi. Unda qilsak bo'ladi. Usiz biz hech nima qilmaymiz dedi. Keyin dedi, bir 20 kun, 1 oy o'tadi dedi, belda deb 4 ta qisib turibdi. Uni ham ochamiz dedi. Oyoqqa quvvat bo'ladi dedi. Mana qarang, hozir kelganimga bu 3-kunda bir kun analiz topshirdim, ertasi kuni olib kirdi. Operatsiya qildi. Mana hozir qarang, bo'ynim bemalol ko'tarib yotibman. Yoqqa buraman, baqa buraman, og'riq kuchli edi. Ko'zlarimga sanchiq o'rtar edi, yuragim o'rtar edi. Boshim o't chiqib o'rtar edi. Quloqlarim shang'illar edi. Barakani hayot dedim. Mana bu 3-kun ertaga ketyapman. Yana 1 oydan keyin kelaman, 4 ta belimda qisib turibdi grija. O'shani ham ochib beraman dedi. Bilasiz, ular qanaqa nima qilyapti? U kesmayapti bu yerda. Umuman kesmayapti.
Kichkinagina to'chka qilyapti 1 millimetrcha. Apparat nomi nima nomi? Endoskopik Ha, usul. endoskop apparat. Endi haqiqatan bunday qoyil qilsangiz bo'ladi-da. Masalan, operatsiya xonasiga kirsangiz, qanday usloviyasi bor-da. Bunaqa operatsiya xonasi birinchi marta ko'rishim. 16-go'rbansizlar bunaqani ko'rmaganman, qarang. Hammasi kompyuter moslashtirgan. Hammasi o'z ishini bajaryapti-da. Men qo'rqib kirgan edim. Narkozni berib ancha qiynasa kerak deb. Yo'q. Qanday operatsiya qilganini bilmay qoldim. Shunaqa qo'li yengil ekan, men umrbod rahmat deb o'taman. Mana kechagina yonimda Jizzaxlik Qashqadaryolik akamizni ham operatsiya qilgan ekan, tashmiyda. Unda ham xuddi chandiq bo'lib qolgan, xuddi menga oyoq bosa olmaydi. 4-kun bilan chiqib ketdi bu ham. Yana qaytadan operatsiya qildi, joy-joyiga qo'ydi, xursand bo'lib ketdi. Biz masalan kechadan kecha kirgan bo'lsam, Qoraqalpog'iston kelganlarni, Qozog'iston kelganlarni ro'para bo'lib qoldim. Birdaniga 9 ta odamni operatsiya qildim. Shularni bilan reanimatsiyada yotdim, qatari bo'lib. Mana bugun hammasi oyoqqa turib yuribdi. Bo'lar ekan ishlasa. Endi doktorlar men sizlarga aytmoqchiman. Xafa bo'lmanglar. Mana shuni yaxshi deb eshitdinglar meni. Shuncha azob chekdimmi dedi. Aytganlaring men sizlardan nomlarini aytishim mumkin. Qaysi bansalarni hammasini aytishim mumkin. Sizlar ham to'g'ri tushuninglar. Bilib, boshqa qilib xalq chaqirib ishlanglar. Qaysiga borsang, chasni ochib olgansanlarda, keyin tuzataman. Keyin kirishingdan pul chiqib ketishingcha pul. Lekin natija yo'q. Bir hafta qilasan 10 kun yo 15 million. Hali Kenzolog degan joy ochilibdi. Unga ham borib keldim. Yosh ukamiz ochgan ekan. U ham bir vaqtincha bo'ldi-da. Ya. Sizlar ham to'g'ri tushuninglar. O'shani biz bergan narsani oila bola-chaqa yetkazasizlarmi? Halollab yegizinglar-da. Masalan, men o'zim ham Sovet davrida radiomexanika o'qiganman. Temirga biz garantiya berardik. Temirga ya. Erta shu texnika buzilib ketsa menga jalol bo'lar edi. Sizlar insonga qarayapsizlar-ku. O'ldirdilaring-ku odamni. Yaxshilab ko'raman, men aytmayman qaysi больницаdan. O'sha klinikalarda. Yaxshi taniysizlar. Esonaman mana oyog'imda bilan turdim, Xudoga minnatdor shukr. Mana shu yerda chovib chiqib ketdim, Xudo xolasa. Bir oydan keyin yana kelaman. Boshlarim bari joy-joyida. Davliyalarim joyiga tushdi. Bemalol ish qilsam bo'ladi endi. Mayli, oldlaringga boraman, o'shanda ko'rasizlar. Aytmoqchimanki, xalqqa yaxshi qaranglar, iltimos sizlardan. Bunchalik ezormanglar. Qo'llarini kesa qilinglar. Hali tabib, hali birov trantkasini olib doktor, ya o'ldirdilar odamni. Sal qaranglar, hurmat saqlanglar. Mana shu yerga kelinglar, mana shu Ahror ukamga kelinglar, mana klinika ochib qo'y. Chilonzorda. O'sha hokimiyat yonida turibdi. 6 etashga. Nega? Sababi o'z ko'zim bilan ko'ryapman-da, tuzalib ketyapman bas. Ya Qozog'istondan kelib o'tiribdi, Qirg'iziston, mana hozir 4 tasi Qirg'izistondan keldi. Ana o'shalar ham bilib tekshirib kelyapti. Ular o'shalar deb qilmagan ish qolmagan. To'g'ri tushuninglar. Oxirgi natijaga kelyapti odamlar. Xo'jayinimda hamma gaplarni eshitasiz, hurmatli hamshaharlar. Xuddi bizga o'xshagan bemor opa-ukalar, mana shu joyga kelinglar. Mana shu yerdan shifo topasizlar, Xudo xolasa. Mana xo'jayinim juda ham yaxshi. Bugun 3-kun. Men 5 yildan beri birga yuraman xo'jayinim bilan. Qancha azob tortdik. Lekin hech qanaqa biz natija ko'rganimiz yo'q. Shu joyga kelib biz hammasini ko'rdik. Bu ahil oila, inoq jamoa ekan. Hammasi bir-biridan yaxshi. Shifokorlar, qo'llari yengil. Hamshira qizlarimiz, qarovchilar, hammasi juda ham ahil jamoa ekan. Men bulardan juda ham minnatdorman. Bularning hammasini kelayotgan mana shu Qurbon hayiti ayyomi bilan bularni muborakbod etaman. Ularga katta rahmat. Men boshimiz yerga tekkancha ta'zim qilamiz. Juda ham yaxshi insonlar, qo'llari yengil. Hammalarining tani joni sog' bo'lsin. Umr yoshlari uzoq bo'lsin. Xalq xizmatidan qolmasin, xalq nazaridan qolmasin. Iloyim topgan tutganlarini hammasiga baraka bersin. Shunaqa kadrlar ko'payaversin. Muomalali, kirding deganda asalini kutib o'tiribdi. Hammasi yosh yigitlar. O'zi mutaxassis olgan, harakat qilib o'qigan. Endi shunchalik endi. Ishonmasalar kelinglar masjidga. Yo bo'lmasa menga telefon nomerini berib, menga murojaat qilinglar. O'zim olmoqda turaman.
to'g'ri tushuninglar. Men 5 yil bo'ldi, 5 yildan beri azobdaman. Mana barakani yorug' dunyo. Xudo xolasa 20 kunda kelaman, ya'ni belimda 4 ta qisilib turgan o'sha girjani ochqizib beraman dedi. Bo'ldi, shu bilan ketdim ishga. Aka, bir oy o'zingiz saqlang ishga chiqib keting deyapti. Ko'rinib turibdi. Ha, yana bir aytaman sizlarga rahmat, do'stlarim. Oilangiz har doim tinchlik bo'lsin. O'yin kulgida bo'lar, to'y tomoshalarida bo'linglar. Kasblaringga baraka bersin. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat hammalaringizga.